Kambag'allik har doim hamyonda bo'lavermaydi. Ba'zan u insonning fikrlash tarzida yashaydi. Masalan, ayrim insonlar bor, yaxshi daromad topadi, lekin doim pul yetmaydi, chunki ichida doimiy qo'rquv bilan yashaydi. Pul tugab qoladi, menga baribir bo'lmaydi, men bunga loyiq emasman deydi. Boshqalar esa kamroq daromad bilan ham o'sishadi. Ular imkoniyat izlaydi, o'rganadi, harakat qiladi va topgan ne'matiga asosiysi shukr qiladi. Psixologiyada fikrlash tarzi insonning qarorlari va odatlariga ta'sir qilishi hammaga ma'lum. Agar inson o'zini doim nochor deb his qilsa, ko'pincha shu hissiyotga mos qarorlarni qabul qilishni boshlaydi. Shuning uchun boylik faqat pulni ko'paytirishdan boshlanmaydi. U avval insonning ongida boshlanadi. O'zingizga savol berib ko'ring-chi, siz pulni imkoniyat deb ko'rasizmi yoki doimiy xavf debmi? Chunki hayotingizni o'zgartirishni istasangiz, avvalo fikrlash tarzingizni o'zgartirishdan boshlashingiz kerak. Sizningcha insonni kambag'al qiladigan narsa pulning yo'qligimi yoki fikrlash tarzimi? Fikrlaringizni izohlarda